Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Assalamu alaykum, burungi Bulgar jili. Milletimizin, ümmetimizin, ko'p millatli Tataristonimizning butun Rossiya Federatsiyasining madaniy tarixiy markazi. Bilib turasiz, bunda 922 yilda islom dini qabul etilgan ham ko'pgina даже podsholarimiz bo'lgan Petr I bo'lgan, Yekaterina bo'lgan ham shu elibizning prezidenti Putinda 12-yilda bo'lib ketdi. Ham mana bu Yangilik fondi tuzilgandan so'ng, ana birinchi prezidenti Mentemir Sharovich yetaklagandan so'ng mana bunda ko'pgina o'zgarishlar bo'ldi. Ko'rib turasiz, bolalar qarorsiz. Bek zo'r o'zgarishlar bo'ldi ham. Bultir endi shu bizning zapovednigimiz UNESCO fondiga kirdi. U tur zo'r narsa. Bu o'rinda bilim alыгыз, boshqalarga da silersiz. Inshaalloh endi bu yaxshi traditsiyaga aylanır bizning Yordam fondining bu yerlikda лагерь başka çaralarını o'tkaru. Tatarlarning, bizning millatning şadlık yaşı bulup sevinçten yıltırılar kırpık gözleri. Hatırlardan turg'izilgan tarix, şaka ko'kda millat alami. Bizim millet lagerinde bağlar 3 gruppaga bölünü. Ramiyevlar gruppası, Müşteri gruppası hem Osmanov gruppası. Bu indi bağlarının yaşına qarab şulay böldük. Her gruppanın öz uramı var. Mesela bu Ramiyev uramı. Bashir Ramiyevga bağışladık. O Sovetlar Soyuzu'nda birinci kompüterlerini oylab tapışı. İkinci uram bizning Müşteri uramı deb atala. Rossiyada ham Sovetlar Soyuzu'nda belgili fizika, matematiklar Hamid Müşteri ham Daniyar Müşterilerge bağışlangan. Üçüncü uram ol Mirkasim Osmanov, bizning ko'rinlikli tarixchi ismi bilan atadık. Bolalar da shular o'rnagida o'sib yetib millatga xizmat etarlar deb umidlanib qolamiz. Bulgarni turg'izuvni men pek xuplayım. Gerçi endi qoy birovlar gibi, masalan men Tatarni Bulgar bilan cheklowga qarshi. Chunki Bulgar ul Tatarni borqa keltiruvda bir muhim komponent. Ondan bizning tegi Tatarin, Qipchag'in, Xazarin boshqasida untirga yaramay. Bu yerda mana lager, millet lager, bolalar onda. Hem mana shunday yosh bolalarni, shunday kichkina bolalarni, maktab bolalarini shunday lagerda o'zdirib, shunday tarixiy o'rinlarda, tabiat motor, tarixiy yoqdan, bu tarbiyaviy yoqdan, axloqiy, insoniy yoqdan bitta javoblar.